reja butun umr yo'q bo'lmasligini sizga ular to'g'ri tushuntirish kerak. Nimaga reja butun umr yaxshi bo'lmaydi? Ha? Mana ikkita suyaman. Mana shunday tushuntiray. Qanday sizga beraman? Mana shunday tushuntirib beraman sizga. Mana siz unutmaysiz. Suyak, o'rtada disk. Mana bu nerv. Mana shuni qisadi, reja chiqib. Sizda og'riq paydo bo'ladi. Ya'ni bu narsani tikishni ham, qo'yishni yoki yamashni ham iloji yo'q narsa-da. Tushunyapsizmi? Sochmaslikdan reja chiqimni siqdimi, olib tashladimi? Bu yerda latok hosil bo'ladi. Buni ichiga nimadir qilib qo'yib yo'qolmaydi. Siz yana o'sha og'ir narsa ko'tara olsangiz, ko'p o'tira olsangiz, yaxshi narsalarni yoki asabiylashib olsangiz, reja chiqadi. Yana chiqadi. Davolandingiz, kastaparatda oldingiz, dag'dam ko'rdi yoki oyoqdan o'stirdingiz yoki qorton muolajasini oldingiz, nerv qo'yyordi, ha? Bo'shash, og'riqlar sizdan ketdi. Sizga mutaxassis, har bir mutaxassis o'zining rejimi bor. Sizga aytadi, mana bu narsani qiling, bu narsani qilmaslik. O'sha narsani teskari qilib turaverganingizdan keyin yana bir nerv, mana bu nerv tejat, nervni sporadi, sizda yana og'riq bo'ladi. Bittasi chiqadida aytadiki, Hujomani foydasi yo'q, fiziologiyga foydasi yo'q, dori qo'llashni vaqtinchalik, o'stirsangiz yana joyiga qaytib qoladi. Buni deydi foydasi eng zo'ri kineziterapiya deydi. Kineziterapiyachining oldiga borsangiz, fiziologiya ham qiladi, dori qo'llab qiladi, o'zi cho'zadi, o'zi o'sha mashqlarni qildiradi. Bu marketing. Mana shunday ma'lumotlar beradi.